Ushbu tunikafon juda ham chiroyli chiqibdi. Shaxsan menga rosa ham yoqdi. Bu 2026-yilning trend fasonlaridan biri hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga bunday chiroyli tunikafon qanchaga tushishini aytib o'taman. Abrorbek aka, xush kelibsizlar xonadonimizga. rahmat. Juda ham chiroyli chiqdi tunikafonlar. Menga shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Qalay bo'ldi aka, sizga ham yoqdimi, uydagilarga? Juda aka a'lo darajada. Mana ustalarimiz qo'llari gul ekan aka. Shu fasonni tavsiya qilishdi. Kutganimizdan-da a'lo darajada qilib ishlarni bajarib berishdi. Abrorbek aka, umumiy necha kvadrat bo'ldi endi aka tunikafon? Umumiy aka bizda bu ayvonimiz, Aha. aylanasiga uyimizni shapkalari, ko'chada darvozaxonamiz bo'lib aka 590 kvadrat tunikafon ishlarini qildirdik. 590 kvadratdan iborat shunaqa chiroyli tunikafon ishlariga jami 80 million mablag' sarflangan. Agar sizlarga ham shunaqa professional usta xizmatlari hamda sifatli profnasil mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Profterton markaziga murojaat qilinglar.